Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun 14-kunda boshlaymiz. Demak, anchadan beri upload qilmagandim videolarni, chunki ishlar rostini aytsam juda ham ko'payib ketdi. Chunki ko'p o'zi shaxsiy ham ishlar, ham ish tarafidan ham ishlar ko'payib ketdi-da. Proyektim bor katta, o'shani tugatish kerak. Shuning uchun endi bunga vaqt bo'lmay qoldi. Ya'ni energiya tarafdan ham, vaqt jihatdan ham sal ulgurmadim. Shuning hisobiga sal orada uzilish bo'lib qoldi. Va endi bugundan xudo xolisa davom ettiramiz. Demak, bugun revision kuni, chunki har 6-7 kunda biz revision qilishimiz kerak. Demak, bugun revision bo'ladi. Demak, bu hafta o'zi bu darslarda biz yangi tizimni yo'lga qo'ydik. Bu har bitta darsdan keyin biz homework beramiz. Homeworkni keyingi darsga qoldiramiz. Shunaqa tizimni yo'lga qo'ydik. Va shu yangilik va bitta yangi narsalardan bittasi masalan Notebook LM degan o'sha Google AI tool bor. O'shani flash kartlar uchun ishlatish. Masalan, shu yangilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, biz bu hafta juda ham ko'p vocabulary o'rgandik. Ularni revision qilishimiz kerak. Bular hammasi gruppada o'sha gruppa emas, o'sha kanalda bor. Uni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Agar kanalda bo'lmasangiz, yana o'sha qo'shilishingiz kerak bo'ladi, o'sha shartlarni bajarib. Demak, ozroq revision qilib chiqamiz. Nimalarni ko'rdik? Demak, bizda ham math, ham English bo'ldi. Englishdan ham reading, ham writing, boshqa aktivitelar bo'ldi. Demak, birinchi day 8 dan boshlaymiz. Day 8 birinchi bizda math lesson bo'ldi. Expressionlar o'rgandik. Va expressionda har xil anolari bor, metodikalari. Masalan, combining like terms, ya'ni xatlarni, o'xshash xatlarni kombinatsiya qilish, simplifying fractional expressions and so on. Demak, shu narsalarni o'rgandik. Bular PDF bor, hammasi ham kanalda ko'rsangiz bo'ladi. Endi men muhim joylarni aytib ketish, bu detalni kirmayman-da. Men nimalar qildik, o'zi nimalar qilishimiz kerak. O'sha bugun ozroq juda ham nima deydi, qisqa dars bo'ladi. Shuni aytib o'tmoqchiman. Demak, day 9 da biz o'sha kitob Little Prince degan kitobni o'qishni boshladik. Buni homeworkga berildi. Men qanday qilib o'sha readingni analiz qilish, qanday tushunish, o'shalarni o'rgatgandim. Va biz writingni ham ko'rib chiqdik. Bu pronouns, ya'ni o'sha punctuation mavzularini o'rganishni boshladik. Ya'ni independent, dependent, complete, incomplete sentences, essential, non-essential. Bular hammasini o'rganib, practice qildik va bular homeworkga berilgandi. Va day 10 da biz yana o'sha mathga qaytdik-da. Bu safar manipulating and solving equations, ya'ni o'sha tenglamalarni qanday yechish, o'sha haqida gaplashib o'tgandik. Bular hammasi PDF da bor, notlar yozilgan. Bular homeworkini ham kanaldan topsangiz bo'ladi. Demak, day 11 ga biz o'sha yana o'sha Erica Reading degan kitobdan qilishni boshladik va yangi mavzu o'tildi. Bular hammasi homework berilgan. Homework qilib bularni qilish kerak edi. Keyin day 12 da biz yana o'sha mathga qaytdik, chunki esinglarda bo'lsa, bir kun math, bir kun English va Englishda ham har xil kombinatorika qildik. Ya'ni birinchi kun masalan General Englishdan article o'qiydigan bo'lsak, o'sha kuni o'zida reading bo'ladi. Yoki General Englishdan aytaylikda bizda kitob bo'lsa, qanaqadir general kitob, o'shandan keyin biz writing bilan shug'ullanayotgandik. Demak, shu order bo'yicha ketyapti. Demak, bir kun bu, bir kun u va shunaqa orderda. Xullas, mana mathdan ham bu davomi homeworkda qilib tushuntirganman-da, keyin yangi mavzu bu yerda o'tilgan, ya'ni equationlarning davomi. O'shani tezda tushuntirib berganman. O'sha day 14 da yana biz writingga qaytdik, fragmentlar, o'shanga o'xshash mavzuni o'tdik. Ya'ni fragment bu punctuation mavzusining davomi, o'sha dependent, independent, shunga o'xshash mavzular. Demak, o'shani detalni ko'rgandik va homeworklar hali ham aktiv. Biz homeworklar qilishimiz kerak va keyingi darsda men tushuntirib beraman. Demak, asosiy nima qilishimiz kerak o'zi bu revisionda o'shani aytib o'tay. Biz asosan vocabni revise qilishimiz kerak, chunki eng ko'p esdan chiqadigan narsa vocab va biz iloji boricha o'sha Notebook LM orqali yoki biror partner topib yoki o'zingiz active recall orqali siz o'sha vocabni qaytarishingiz kerak va review qilishingiz kerak. Bundan tashqari qilgan xatolaringiz ustida ishlab, ularni bitta journal yoki error log qo'yib, o'sha bitta joyda track qilib borish kerak. Notion bo'lishi mumkin yoki Google Sheets, farqi yo'q. Hattoki Telegramda ham o'sha bitta kanal ochibmi, o'zizga gruppa ochibmi,
o'sha yerda track qilib borsangiz bo'ladi yoki eng zo'ri aytganimdek bitta partnyor topib, u bilan yaxshi partnyor topib, u bilan ishlashingiz aktivni и consistently. Mana shu yangi metodikalar. Endi men overall plan aytyapman, nima qilishimiz kerak. Biz aytgandek, o'sha vocabdan tashqari mavzularni, asosiy joylarini yozib chiqishimiz kerak, review qilishimiz kerak. Undan tashqari bizda plan bo'lishi kerak. Men aytganimdek, bu darslar o'zi yetmaydi. Agar siz qanaqadir zaifroq joyingiz bo'lsa, ya'ni tushunmagan joyingiz bo'lsa, yanada ko'proq ishlashingiz va hozirda AI da o'zi ham bor, ya'ni AI bilan ishlasangiz bo'ladi yoki xohlasangiz o'sha kanalda ham yoki gruppalarda yozib, o'sha savollar qoldirsangiz, biz ularga feedback beramiz yoki yordam berishga harakat qilamiz. O'zi shunaqa. Demak, juda ham qisqa dars bugun. Shu bilan keyingi darsda davom etamiz. Va men aytgandim, har bir oyda mock topshirib boramiz o'zimiz uchun Bluebookdan. Demak, bu 2 hafta bo'ldi. Ya'ni keyingi 2 haftadan keyin bitta mock topshiramiz, ball o'lchaymiz va unga qarab feedback olib davom etaveramiz. Demak, keyingi hafta, bir haftadan keyin ham yana revision bo'ladi, undan keyin yana bitta revision bo'ladi, keyin bitta Bluebook ko'ramiz, analiz qilib, keyin shu bilan yana mavzular ustida praktiklarda ishlayveramiz. Demak, plan shunaqa, savollar bo'lsa qanaqadir yozib qoldirsanglar bo'ladi, shu bilan davom etamiz 15-kunda.